Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom wa rahmatullahi wa barakatuh. As-su'alu As-su'alu man rabbuka? man rabbuka? Al-jawabu Al-jawabu Rabbi Allah Rabbi Allah alladhi allazi khalaqani khalaqani wa razaqani. wa razaqani. As-su'alu As-su'alu kayfa kayfa arafta arafta rabbaka? rabbaka? Al-jawabu Al-jawabu araftu araftu rabbi rabbi biayatihi bi ayatihi wa mahluqatihi. wa makhluqatihi. As-su'alu As-su'alu limadha limaza khalaqana Allahu? khalaqana Allah? Al-jawabu Al-jawabu khalaqana Allahu khalaqana Allah li'ibadatihi. li'ibadatihi. As-su'alu As-su'alu ma ma'na Allahi? ma ma'na Allah? Al-jawabu Al-jawabu Allahu Allahu huwal mustahiqqu huwa al-mustahiqqu lil'ibadati lil-ibadati wahdahu. wahdahu. As-su'alu As-su'alu ayna Allahu? ayna Allah? Al-jawabu Al-jawabu fis samai fis samai fawqal arshi. fawqa al-arshi. Shu kecha o'qib turamiz ekan. O'zbekchasini o'qiymiz endi. As-su'alu As-su'alu savol. savol Man robbuka? man rabbuka? Robbingiz kim? Robbingiz kim? Al-jawabu Al-jawabu javob. javob Robbi Robbi mening Robbim mening Robbim Allohullazi khalaqani va razaqani. Allohu allazi khalaqani va razaqani. Meni yaratgan Meni yaratgan va menga rizq bergan menga rizq bergan Allohdir. Allohdir. As-su'alu As-su'alu savol. savol Kayfa arafta rabbaka? kayfa arafta rabbaka? Robbingizni Robbingizni qanday tanidingiz? qanday tanidingiz? Al-jawabu Al-jawabu javob. javob Araftu robbi araftu robbi bi ayatihi bi ayatihi va mahluqatihi. va makhluqatihi. Robbimni Robbimni oyatlari oyatlari va mahluqotlari bilan va makhluqotlari bilan tanidim. tanidim. As-su'alu As-su'alu savol. savol Limadha limaza khalaqana Allahu? khalaqana Allahu? Alloh Allah bizlarni bizlarni nima uchun yaratdi? nima uchun yaratdi? Al-jawabu Al-jawabu javob. javob Khalaqana Allahu khalaqana Allahu li'ibadatihi. li'ibadatihi. Alloh Allah bizlarni bizlarni o'ziga o'ziga ibodat qilishligimiz uchun ibodat qilishligimiz uchun yaratdi. yaratdi. As-su'alu As-su'alu savol. savol Ma ma'na Allohi? ma ma'na Allohi? Allohning Allohning ma'nosi nima? ma'nosi nima? Alloh degani nima degani? Allah degani nima degani? Al-jawabu Al-jawabu javob. javob Alloh degani Allah degani huval mustahiqqu huwal mustahiqqu lil ibadati lil ibadati wahdahu. wahdahu. U U yagona o'zigina yagona o'zigina ibodat qilishlikka ibodat qilishlikka loyiq, loyiq, haqli, haqli, sazovor sazovor zot degani. zot degani.
As-sualu. As-sualu. Savol. Savol. Aynallohu. Aynallohu. Alloh qayerda? Allah qayerda? Al-javobu. Al-javobu. Javob. Javob. Fis samai. Fis samai. Osmonda. Osmonda. Favqal arshi. Fawqal arshi. Arshni tepasida. Arsh tepasida. Xo'p, endi savol javob qilamiz. Birinchi savolim bo'ldi, Robbingiz kim deyapti. Robbingiz kim? Ha, kim javob beradi? Robbimiz Alloh. Aha. Robbimiz bizni yaratgan va bizga rizq bergan Allohdir. Ha, shu yerda tarjimada rizq berayotgan desak yaxshi. Rizq berayotgan. Ha, biz shuni tarjima qilishimiz kerak. Robb nima degani? Ayub qor aka. Yo'qdan bor qiluvchi. Yo'qdan bor qiluvchi. Aha. Va o'zi egalik qiluvchi O'zi egalik qiluvchi. va boshqaruvchi degan. Tushundingizmi? boshqaruvchi degan. Siz bormisiz? Borsiz. Har bitta bor bo'lib turgan narsani nima qiluvchisi bo'ladi? Bor qiluvchisi bo'ladi. O'sha sizni yo'qdan bor qilgan, sizga egalik qilayotgan va sizni boshqarib turgan zot kim? Robbi o'sha zot Alloh. Alloh nima degan ekan? Ibodat qilishga loyiq, sazovor zot degan ekan. U Alloh qanaqa Allohu? Allazi, shunday Allohki, xalaqani, meni yaratdi va menga rizq beryapti. Tushundingizmi? Xo'p, sizga savol. Kayfa arafta robbaka? Araftu robbi bi ayatihi va makhluqatihi. Nima degan ekan? Robbimni oyati va maxluqotlari bilan tanidim. Arafta robbaka degani qanday tanidingiz? Kayfa qanday, arafta taniding. Endi giz deb men sizlab tarjima qilyapman. Mana fe'l moziyda tushiladi-ku. To'g'rimi? Arafa, arafu, arafat, arafata. Arafna. Arafta nima degan ekan? Taniding degan. Robbingizni qanday tanidingiz? Usama siz javob bering. Al-javobu. Al-javobu araftu robbi bi ayatihi va makhluqatihi. Robbimni oyatlaridan va mahluqotlaridan tanidim. Oyatlari bilan va mahluqotlari bilan tanidingiz. Mahluqot yaratgan narsalar. Oyatlari shu alomat belgilari, masalan, quyosh, oy, yulduzlar. Alloh taolo yo'qdan bor qiluvchi zot ekan. Hamma narsani boshqarib egalik qilib turgan, yaxshi ko'rib ulug'lanadigan, ibodat qilinadigan zot ekan. Qadam bildingiz? Buni oyatlaridan bildingiz. Oyat alomat belgilari, masalan, quyosh, oy, yulduz va boshqa osmon, butun borliq va yaratgan narsalardan bildingiz. Xo'p, Alloh taolo yo'qdan bor qiluvchimi? Hamma narsani Alloh taolo yaratganmi? Sizni ham Alloh taolo yaratganmi? Siz bilan bizni. Nima uchun Alloh taolo siz bilan bizni yaratdi? Limaza, nima uchun? Xalaqanallohu. Alloh bizlarni yaratdi. Kim aytadi? Al-javobu. Javob. Javob xalaqanallohu li'ibadatihi. Bizni Alloh yaratdi ibodat qilishligimiz uchun. Yakka o'ziga ibodat qilishligimiz uchun yaratdi. Endi ibodat nima degani o'zi? Alloh taolo yaxshi ko'radigan so'z va amallar ibodat. Alloh yaxshi rozi bo'ladigan so'zlar va amallar ibodat. Bizda nechta a'zoyimiz bor amal qiladigan? Qalb, til va javorih a'zolar. Tushundingizmi? Oyoq qo'lingiz, ko'zingiz, qulog'ingiz, qoningiz atrofidagi a'zolar, gavdangiz atrofidagi a'zolar. Va Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyilish ham nima? Ibodatga kiradi. Alloh yaxshi ko'radigan amal. Bir gunohni qilgingiz kelyapti. Hamma sharoit bor, kuch-quvvatingiz yetadi, pulingiz ham bor. Sharoit ham zo'r, lekin Allohdan qo'rqib to'xtatsangiz nima bo'ladi? Alloh azob beradi menga, qabrda azob bo'ladi. Bu gunohni qiladigan bo'lsam, ozgina bir lazzatlanganga o'xshashi mumkin, lekin buni javobi qattiq bo'ladi lekin deb qaytishligingiz nima? Bu ham ibodat. Tark ham ibodat. Sizga savol. Allohning ma'nosi nima? Anchasini ayting. Ayting. Allohu huval mustahiqqu li'ibadati wahdah. Lil ibadati, ikkinchisi ham la. Lil ibadati wahdah. Alloh
u ibodat Yakka o'zigina ibodat qilishga loyiq bo'lgan zot. Ha, ya'ni Alloh nimani yaxshi ko'rsa, nimadan rozi bo'lsa, biz shuni qilishimiz kerak. Tushundingizmi? Xo'p, sizga savol. Aynallohu, Alloh qayerda? Al-javobu, javob fis samai fawqal arsh. Osmonda, arshni tepasida. Ha, osmon deganda biz tepamizdagi narsani osmon deymiz. Tushundingiz? Samo deymiz tepadagi narsani. Endi Alloh taolo yaratgan narsalar bor. Masalan, hamma yaratgan mahluqotlarning eng kattasi bu nima? Arsh. Hamma yaratgan narsalar ustida turadi arsh. Xuddi shiftdek. Tushundingizmi? Butun koinotda borliqda tepasida turadi. Alloh taolo shu arshning nimasida? Yuqorisida. O'zi yaratgan narsalardan tashqarida, alohida. Kim aytdi buni bizga? Alloh aytdi. Buni keyin dalillari keladi mana. Ko'rdingizmi? Xo'p, mana shu darsimizda inshaalloh buni yodlab, o'zbekchasini yana aytib berasizlar. Barakallohu fikum.